Do'stlik tuman axborot kutubxona markazi tomonidan tuman hududidagi 1-14 sonli umumiy o'rta ta'lim maktablari hamda Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi o'quvchi va talabalari ishtirokida Taqdir va Buyuk Simo nomli ma'naviy ma'rifiy taqdimot tadbiri tashkil etildi. Mazkur tadbirda O'zbekiston adabiyotining yirik namoyandasi Pirimqul Qodirov qalamiga mansub Yulduzli tunlar romani keng jamoatchilikka taqdim etildi. Asar mazmun mohiyati unda buyuk sarkarda va mutafakkir Zahiriddin Muhammad Bobur siymosining badiiy talqini, insoniy kechinmalari, vatanparvarlik tuyg'ulari hamda taqdir sinovlari adabiyot ustozlari tomonidan atroflicha sharhlab berildi. Tadbir davomida talabalar va o'quvchilar ham asar yuzasidan o'z fikr mulohazalari bilan faol ishtirok etdilar. Shuningdek, Boburning vatan sog'inchi mavzusidagi sahnaviy ko'rinish namoyish etilib, yig'ilganlarga katta estetik zavq bag'ishladi. Ushbu sahna orqali buyuk bobomizning qalbdagi sog'inch, iztirob va vatan muhabbati yorqin ifoda etilib, tomoshabinlarni tarix sahifalariga go'yo yana bir bor sayohat qilishga chorladi. Tadbir so'ngida o'quvchilar va talabalar o'z taassurotlarini bildirib, bunday ma'naviy ma'rifiy tadbirlar yoshlar ongida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirishda muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlashdi. Men bu taqdimotda qatnashdim va o'zimda ko'p juda ham taassurotlar qoldi. Bu asarni ichiga kirib ketdim, hattoki bu asarni o'qishim endi kerak deb hisoblayman o'zimga. Bu asarni sizlarga ham tavsiya etaman. Bu juda ham qiziq asar ekan. Taqdimot juda maroqli, juda qiziq o'tdi. Men o'zim tengqurlarimga bu kitobni o'qishga juda maslahat beraman. Juda qiziqarli, tarixda nima bo'lib o'tganlari, Boburning qanday vatansog'inch bo'lganlari, buni shu vatan sog'inchini biz she'rlarda ham ko'rishimiz, rivoyatlarda ham ko'rishimiz mumkin.